2026 yilga kelib Volkswagen yana bir bor o'zining mashhur sedanlar sulolasida yangi sahifa ochdi. Passat modeli doimiy ravishda o'z segmentidagi eng ishonchli, qulay va texnologik avtomobillar ro'yxatining yuqori qismida bo'lib kelgan. Yangi avlod 2026 Volkswagen Passat esa brendning sedan bozoridagi pozitsiyasini yanada mustahkamlashga qaratilgan bo'lib, dizayn, texnologiya, xavfsizlik, qulaylik va samaradorlik kabi yo'nalishlarda tub yangilanishlarni o'z ichiga oladi. Ushbu model ko'p yillardan beri ishbilarmonlar, oilaviy foydalanuvchilar va premiumga yaqin tajriba izlaydigan haydovchilar orasida yuqori talabga ega bo'lib kelmoqda. Endi esa 2026 Passat yangi darajaga ko'tarildi. Zamonaviy ko'rinish, keng interyer, aqlli texnologiyalar va kuchli, shu bilan birga tejamkor dvigatellar bilan boyitildi. Avvalo, tashqi ko'rinishdan boshlaymiz. Yangi Passat dizayn jihatidan Volkswagenning eng so'nggi vizual konsepsiyasini o'zida mujassam etadi. Qattiq, to'g'ri chiziqlar, keskin faralar, keng radiator panjasi va aerodinamik kontur avtomobilga o'ziga xos salobat baxsh etadi. Old qismda LED matrix lift faralar o'rnatilgan bo'lib, ular nafaqat ko'rish maydonini kengaytiradi, balki kechasi avtomobilni yanada zamonaviy ko'rsatadi. Ushbu faralar yo'ldagi boshqa ishtirokchilarni avtomatik aniqlab, yorug'lik oqimini o'sha tomondan sekinlashtiradi, haydovchiga esa maksimal nur bilan yo'lni yoritib beradi. Radiator panjasining kengaytirilgan qismi, xrom elementlar balansi va sportcha bumper dizayni yangi Passatning old qismiga dinamik, kuchli va nufuzli shakl beradi. Yon qismga kelganimizda, Passatning profil dizayni yanada cho'zilgan, tekis chiziqlarga asoslangan. Eski modellarga qaraganda bo'yi biroz uzunroq, balandligi esa pastroq qilib o'zgartirilgan. Bu avtomobilning aerodinamik samaradorligini oshiradi. Xrom oynacha ramkalari, o'tkir yon chiziqlar va 17 dan 20 dyuymgacha bo'lgan disk variantlari avtomobilni premium segmentga yaqinlashtiradi. Yangi kuzov ranglari. Endi dvigatel variantlariga o'tamiz. Yangi Passat bir nechta kuch agregatlari bilan taqdim etiladi. Asosiy dvigatel 2.6 benzinli turbo dvigatel bo'lib, 190 ot kuchiga ega. Kuchliroq variant 2.6 tork motion 265 ot kuchiga ega bo'lgan sportcha uslubda ishlaydigan dvigatel. Yoqilgi tejamkorligi esa yangi avlod 7 pogonali avtomatik uzatma va yaxshilangan aerodinamika orqali yanada oshirildi. Shuningdek, 1.5 mil hibrid dvigateli ham mavjud bo'lib, u 150 ot kuchini taqdim etadi va shahar rejimida 15 gacha yoqilgi tejamkorlikni ta'minlaydi. Eng katta yangiliklardan biri 2026 Passat Hybrid e-hibrid versiyasining kuchaytirilgan ko'rinishidir. Bu model 1.5 dvigatel va elektromotor kombinatsiyasi bilan 218 ot kuchigacha quvvat beradi. Yangi akkumulyator 21 kWh siginga ega bo'lib, sof elektr rejimida 100 kimga yaqin masofani bosib o'tishi mumkin. Qayta zaryadlash tizimi esa tezkor 55 kW quvvatni qabul qiladi va 25 daqiqada 80 ga yetadi. Bu esa elektromobilga o'tishni istagan, ammo uzoq safarlarda benzin dvigateliga ham tayanishni xohlagan foydalanuvchilar uchun juda mos variantdir. Yurish sifati har doimgidek Volkswagen darajasida, yumshoq, jim, barqaror va ishonchli. Adaptive Chassis Control Pro tizimi avtomobilning harakatini real vaqt rejimida nazorat qiladi. Bu tizim yo'llarning holatiga qarab o'tirish balandligini, amortizatsiya qattiqligini va boshqaruv sezgirligini avtomatik sozlaydi. Haydovchi komfort, normal, sport, individual rejimlardan birini tanlab, avtomobilning xulqini o'ziga moslashtirishi mumkin. Shovqinsiz kabina yana bir katta o'zgarish. Volkswagen akustik shisha, qo'shimcha shovqin izolyatsiyasi va takomillashtirilgan shamollatish kanallarini qo'llagan. Bu avtomobilni uzoq masofalardagi safarlar uchun ideal qiladi. Hatto yuqori tezlikda ham salon tinch, jim va qulay bo'lib qoladi. Endi texnologik qulaylik elementlariga nazar solamiz. Yangi Passat simsiz zaryadlash paneli, 6 ta USB port, 3 zonali iqlim